nega o'zbekistonliklar kam kuladi? Jiddiy odamlarning ko'pligini yey. Sulton aka jiddiy, Turg'un jiddiy, Qimmat jiddiy, sen jiddiy. Chet elga, xususan Yaponiya yoki Yevropa mamlakatlariga borib kelgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga qaytish bilan bir narsani tez payqaydi. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari ko'cha-ko'yda bir-biriga to'qnash kelganda deyarli umuman jilmaymaydi. Bu haqida bir tarixiy fakt o'qimoqchiman. Bu yevropalik sayyoh Meyendorfning 19-asrda Buxoroga qilgan sayohatdan bir parcha. Buxoro vohasi daraxtzor xiyobonlar va ko'plab bog'lar bilan burkangani sabab uzoqdan shaharni ko'rib bo'lmaydi. Ushbu manzara yevropalik kishini hayratga soladi. Biroq shahar ichkarisiga qadam qo'yishingiz bilan bu illyuziya darhol g'oyib bo'ladi. Chunki hammomlar, masjidlar va madrasalarni aytmaganda bu yerda faqat tartibsiz ravishda bir-birining ustiga qalashib ketgan, tor, egri-bugri va tasodifiy shakllangan ko'chalarni egallagan kulrang rangli paxsa binolargina bor. Odamlarning yuzida deyarli hech qachon quvonch, kulgu alomatini ko'rmaysiz. Deyarli umuman shovqin-suronli bayramlar bo'lmaydi. Na bir ashula va na bir musiqa sadosi quloqqa chalinadi. Bu yerda mazza qilib hayot nashidasini surayotgan odamlar yashayotganidan darak beruvchi biror bir belgi yo'q. Shu sababli dastlab sharqona me'morchilik obidalarini ko'rganimizda uyg'ongan o'sha qiziqish va hayrat tuyg'usi o'rnini tez orada tushkunlik ruhi egalladi, deya yozadi Meyendorf Orenburgdan Buxoroga sayohat asaridan. Albatta Meyendorfning hamma fikriga ham qo'shish mumkin emas. Ajdodlarimiz shubhasiz o'yin-kulgi qilishgan, turli bayramlar uyushtirishgan. Bu haqida tarixiy rasmlar ham bor. Biroq o'zbeklarning jilmaymay yurishi, ko'cha-ko'yda birov bilan kulishib so'rashmasligi demak azaldan ota-bobolardan meros.